Ahyon, juda ham yaxshisan. Men ta'kidlaydigan hech narsa yo'q. Just a little bit caught in the middle. Light is a maze, and love is a riddle. Light. Men bu chiqish uchun yaxshi tayyorlandim, lekin ichimda baribir ozgina hayajon bor edi. 표현하려고 I got to let it go and just enjoy the show. It started was a play. I messed around and got caught up. 그때가 Menda atigi 2 hafta bor edi tayyorlanishga. Shunaqangi asabiy edimki bu yurish uchun va meni yuz ifodalarim bilan buni haddan tashqari oshirib yuborgandirman deb o'ylab qoldim. You woke up in my face. Ahyon, sening chiqishing juda yaxshi, lekin sen bitta nuqtaga qarab turli har yuz ifodalarni o'ylaysan. Sen juda ko'p tikilib qolding. Menimcha bu shunchaki harakat emas. Sen tug'ma iste'dod bilan tug'ilgansan. 5살 Men raqsni taxminan 5 yoshlarimdayoq boshlaganman. 했던 것 같아요. 아마 Dadam juda ham ko'p raqsga tushayotgan videolarimni olar edilar. 열심히 Bu jung Ahyon. 아이나 Ahyon, kattaroq harakatlar qil. Kattaroq bo'la qol. Senga ishonaman. Ahyon, bu yerga kel. Come on, 5, 6, 7, 8, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and go! Dadang dang! Dadang! U eng zo'r raqs harakatlariga ega. U mening nazorat qilish deganda nimani nazorda tutayotganimni eng yaxshi tushunadigan odam. Bu yerda kuchsiz bo'lib, keyin bu yerda kuch ber. Bu yerga ta'sir bering va uni sekinlashtiring. U nimani qanday qilish kerakligini yaxshi tushunardi. Mana nimaga u markazda muvozanatni yaxshi saqlaydi. O'ylaymanki, u eng zo'r markazda tura oladigan qiz. Ahyon, bizga ko'rsatasanmi? Mana nimaga men sizlarga murojaat qildim. Sababi u hamma narsani kuchli nazorat qiladi va yuz ifodalarini ham yaxshi boshqaradi. Shuning uchun ko'ringlar dedim. Angel. Hammaga salom. Men tepaga va pastga, unaqasiga va yonlamachasiga va chap tomonga 100 martadan va hammasi 800 marotaba bo'ladi. Qani ketdik. Men bularni hammasini presslar uchun qilyapman. Men bunday mashqlarni deyarli har kuni qilar edim. Har kuni oz vaqtdan qilardim va presslar uchun bu menga kerak edi. Va nihoyat biz tugatdik. Xayr. Xo'sh, bugun sen bilan mana shu qo'shiqni o'rganar ekanmiz. All My Friends qo'shig'i. When the only human in the evening, he does the animals. The nice woman member, I'm a nice woman member. I'm a Latina member, I'm a sex come December. Dreams are made for cage, lies are for real. The praying that the 7 lead to 10 if you're afraid. My time wherever I go, I took a chance, nigga from Chicago. 100 plus in the Mercy, I lack go. Watch go, ay, turn it to the Congo. Baby, I got me. Gonna love you like a black widow. I'm gonna love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. Sen juda ham zo'rsan. Ifodang, rapping, vokaling, ovozing hammasi ideal, yaxshi ketyapsan. Say I'm all good when I bleed you. Do my heart quits in my apart. Say you ain't gotta say too much. Hate when you say that I play too much. Wanna get too close, I'ma touch that subject. I can read your body, no upset. Rap aytishda davomlisan. Sen rap aytsang, yuzing xarizmali ko'rinadi. Maktab darslari tugadi. Men bugun o'zim bilan Kayvonni olib keldim. Sen men haqimda qanday fikrga borasan? Unda juda ham hamma narsaga pozitiv munosabat bor. Undan ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Juda ham ko'p trenerlikda bo'lishiga qaramay, doim maktabga vaqtida keladi. U har narsani sinfda yaxshi bajaradi. Menimcha u eng zo'r do'st deb sanayman.
Ahyon, sen juda ham yaxshisan, bilib qo'y shuni. Undan ajoyib va pozitiv do'st chiqadi. 너무 감동인데. Ularning chiqishidan so'ng menda yanada qiziqish ortdi. Ayniqsa Jenni menga ko'proq yoqar edi. Coachella koreys madaniyatini targ'ib qilish uchun ajoyib imkoniyat edi men uchun. Men multfilmlar orqali ingliz tilini o'rgandim. Ota-onam aytishardi, men ularni ko'rganimdan so'ng deyarli so'zlarni suvdek yodlab olardim. Men o'ylardimki, men boshqa tillarni o'rganishni boshlasam ham bo'lardi. This is 1-3. He's mine. And on job do they sing a special song. Flowers beam like blue. Salom, mening ismim Junga Hawo. Men 12 yoshdaman. Men ingliz tilini 5 yoshimdan va xitoy tilini 7 yoshimdan beri o'rganaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Ahyon bo'ldi. Men rostdan ham xitoy tilini 7 yoshimdan beri o'rganaman va hozir yaxshi gapira olaman. Blackpinkning Coachella chiqishidan so'ng ular menga juda ham ko'proq yoqa boshladi. Ularning har biri chiroyli, energiyali, zo'r edilar. Men ham o'zimga har doim motivatsiya olardim. Ko'proq va yana ko'proq qattiq harakat qilishim kerak edi. Men ularni trenerlik vaqtlariga juda ham qiziqardim. Men ham trener bo'lishni xohladim va bu yerga kelgan edim. Birinchi oylik baholashlarda men juda ham qo'rqqan edim va o'zimga aytardim, keling afsuslanmasdan shunchaki zavqlanamiz deb aytardim. You put me at a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spin my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. What if I trip? And what if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I sin? And what if I break? Please don't let me fall. Da da da. U xuddi ko'plab quroli bor qizga o'xshaydi. Unga o'xshash va unga o'xshaydigan men bir trenerni topish juda ham qiyin edi. U umuman boshqacha qiz edi. 20 40이에요. miles away, they're feeling alone. Gotta remember that there ain't no place like home. Men bir sohada cheklanishni xohlamayman. Men turli janrlarda ijod qiladigan artist bo'lishni xohlardim. 화이팅!